Mana bugün aziz dostlar, Xorazmdan, mana şu xonadonning eng yaqin do'stlaridan, shu bilan bir qatorda aziz dostlar, hammamiz shu qadrdonga bo'lib qolgan. Men İlyos Hojining to'yida aytganman, davramizga bo'ri keldi. Qalb olovini qo'ri keldi. Chin yurakdan olqishlar do'st, Hofizning zo'ri keldi deb. Darhaqiqat nafaqat Hofizning zo'ri, ya'ni qo'shiqlarida serma'no so'zi, olis cho'qqilarni ko'rgay qalb ko'zi. Dili pok, mehrli, fayzlidir yuzi, yuraklardan joy olgan o'zi. O'zbek mumtoz qo'shiqchilik san'atining yorqin yulduzi. Aziz do'stlar, shu bilan bir qatorda ham shoir, ham bastakor, ham san'atkor, eng el-yurt xizmatlari uchun ko'krak nishoni sohibi Bondiq Otajonov, marhamat. Shundaylarga o'zing insof ber Allah, barar joyimiz bir qarovir Allah. Shundaylarga o'zing insof ber Allah, barar joyimiz bir qarovir Allah. Xudodan qo'rqmaymi ya estağfurullah, tulki kabi ayyasaqda adamlar, her narsaga tayyor saqda adamlar. Tulki kabi ayyasaqda adamlar, her narsaga tayyor saqda adamlar. Her narsaga tayyor saqda adamlar. Ey tulki kabi ayyasaqda adamlar. Yaxshi ayol yaxshi oiladan chiqar, yomon ayol fe'li farzandga yiqar. Erkakni dinlay ko'rinadi qamar, ayol yaxshi bo'lsa baxtim kulgani, agar yomon bo'lsa Xudo urg'ani. Odamlarni zo'rdan zo'ri ko'paydi, ko'zi ochiq qalbi ko'ri ko'paydi.